Assalomu alaykum aziz muxlis. Shov-shuv.uz kanalimizga xush kelibsiz. O'zimizni mahsulot qiynalib qiyshayib tuqqan tovuqlarimizni tuxumi. Ikkitalik ichida. Ikkitalik ichida mana yana bor. Ikkita sarig'i bor ichida buni. Ayam qilgan oshlarni yeb o'tiribmiz. Azizlar, hozir ko'pchilik uyda o'tirib oddiy telefon orqali pul topsa bo'ladi. To'g'risi men ham avval ishonmadim, lekin bu Telegram kanalga kirib realniy odamlarning daromadini ko'rib hayron qoldim. Hech qanday tajriba kerak emas, noldan o'zlari o'rgatadi. Kommentariyada описаниеda ссылка qoldiraman. Marhamat, ishonmasangiz kirib ko'ring. Qulog'ing bilan ham bir xil ekan. Shunday o'lchalandi. Agar kimgadir kerak bo'lsa yozaverasizlar. Sizlar Ibrohim nomerini berasiz. Yana Ibrohim sotarkan. O'zi sotyapti bular. Sulaymon ham sotyapti. Sulaymon Aka-uka ham sotishyapti. Tuxum biznesi bor. Qarindosh qo'ni qo'shni tanish bilishlardan boshlab mana sekin уже konditerskiy anaqalarga ham sekin boshlashdi sotishdi. Bemalol обращаться qilaverasizlar. Mani qulog'im bilan bir xil. Ha, siz kichkina yeyishingiz kerak. Kichkinaroq yeyishim kerak. Ana menga rosa menga Qaysi biri? Qaysi biri? Bu? Bir bola yonidagi. Mana. Bu asha menga qarab. Yeng deyapti mana. Ibrohim yemayman dedi, mana yeydi. Osh bo'lsin. Ko'rsatmaymiz, qorningiz og'rib qolmasin. Juma kuni ayam oldiga keluvdik, ayam biz kelishimizga chiqib ketibdi. Ulgurmay qoldik. Oshni damlabdi, sopdi-yu chiqibdi ayam. Ulgurmadik. Bolalar jumadan chiqishib, biz ham mana keldik. Ko'tar. Ala. O mashina qimirlab ketyapti.